bo'lsa ekan. Shu yo'lni ham to'g'rilab qo'yish kerak. Bizda 16-kun va bizda ajoyib baza va boshqa narsalar ham bor. Hozir buni qo'ysam yana pasayib ketadi. Yana bir blok tushirish kerak. Sal qolsa sal qoldi. Zinani bilasizlar, tez chiqsa bo'ladi. Tushganda bilmadim, lekin chiqishda tez bo'ladi. Bo'ldim. Uncha tez tugadi. O'zana bos. Endi menga o'tyaptimi? Endirmay qochib ketdi. Endi ko'ziga qaramoqchi edim. Endi ovozim yaxshi eshitilyapti shekilli, o'zimga ham sal sezilyapti ovozim aldigi. Oldimda sherigim bo'lsa undan ham zo'r bo'ladi. Hech bo'lmasa sun'iy intellekmi? 15. Yaxshi. Ko'p odam so'rayapti mendan video olaylik. Sizlar o'z Bedrockda qanaqa video olmoqchi tushunmadim. Hech Bedrockda uzoq masofadan ulanib o'ynagan odam ko'rmaganman. Sal fizikaga ham to'g'ri kelmayapti. Savol qiynayapti meni. Qanday ulanib o'ynamoqchilar? Serverga bir nimaga kiring desangiz, hech qachon serverga kirmayman. Serverdagi buglar, qotishlar u kerak yo'q. Hattoki Artcraftda Bedrock ham qotadi, dahshat darajada qotgan. Bir marta kirib ko'rganman. O'zimni Minecraft'im yaxshiroq. O'zimni merim yaxshiroq. 60 ta ko'lyapmiz. Mana sekin yurishga oqibat. Hozir yana qizini emas beraman. Yetadi. Uyda tomiga mazgini kerak bo'ladi. Juda ko'p emas lekin. Endi monoblokdan uyda tomiga 30 ekan. Nima bu zombi bir nimalarga ovoz ko'p chiqadi, tunakan.
Ço'ta men kunimni o'zim bekorga sarflayapman. 16-kundan 17ga o'tyapmiz. Yaxshi. Men hozir ko'proq qurilishga vaqtim sarflab, keyinchalik qilmoqchiman, resurs to'plamoqchiman g'ordan. Yaxshi. Bizda bitmagan uyimiz. Mana oldi tomon meni aytib balkon bo'ladi, shuni tepasi. Reshotkalar bilan zo'r qilib qo'ymoqchi. Kekra zini masha ideya kelib ketdi. Video haqida ochiq aytgan gapiraverganlar ovozim yaxshi chiqyaptimi yo'qmi? Buni xatoni to'g'rilayman, bu mening xatoyim. Sizlar ko'ruvchilar, men esa bajaruvchiman, shuning uchun xohlagan narsalarni zo'r. Aytgancha hozirgi holatimga qarab nimadir topshirib bersalar ham bo'laveradi. Xohlaganlarim. Faqat u Farden o'zi vaqti bo'ladi uni. Anchadan beri futbolda o'ynamay turibdi. Anchadan beri deganda kecha kundan beri. Yana tugadi blok. Cho'ta kamayib kelyapman. Cho'ta miyaga tepib qoldi. O'ng tomonda narsa bo'lmasi kerakmi, adashib. Bu video stili qanaqa edi o'zi? Esimga tushmayapti. Mana shu uyda bir quruvdim. Adashmasam mana devor bo'lmasi kerak edi. Aha, menday bo'lish kerak edi zini. Menday qilib qo'yibman. Ha, mayli. Voy, shuni olib tashlaymiz. Voy, şeyde videomu pauza qiltiraman-da. 3 kistakda toshab kelaman. Men qaytdim. Kirgandan ahvolini ko'rib tursalar, ertalab olmos ketgan ishlatmayapman. Temir ketgan ishlatyapman. Chunki olmos topish qiyin-da. O, ikkisdagi qirg'ishda. Ketadi. Hozir bir ikkisdagi mana qilib ko'ramiz. Keyingisi qani uni qilamiz. Buni yarimtali qancha katta edi bu ham lekin. Bularni hammasini qilayotgan sababi baribir bir kun yana ishlatamiz. Kech bo'lmayapti. O'yinchi kirkada narsa ko'rlasam qonni ochamiz. Buni endi bilibman. Kirkamizni yana sehrlaymizmi? Bizda charx yo'q-ku. Kerak shuna g'ishga o'xshagan narsa. Tasvirlashdan bo'pladim. Qani? Bitta yo'q, o'sha yerda bo'lish kerak. Prosta bizda unga kerakli resurs yo'q. Yoki men ko'rmayapman. Yo'q, rosta yo'q. Kerak shunaqadir bir ikkita oyog'i bor narsa bo'ladi. Temir yo'lak narsa. Qurolni soltirib sehrni tashlaysiz. Shunisi kerak.
Eski uyimni ikkinchi qavatini to'g'ri qurolmasam bo'ldi. Sharmanda tushibdi. Yetmedi şimdi bu. Nahotki bir don etmedi. Молодец. Xo'sh, bugungi video shu yerda iborat edi. Hammaga xayr. Sizlar bilan ro'ziga keyingi qismini kuting, albatta chiqadi.